Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asos 24-qismliq darsga xush kelibsiz. Biz bu qismliq darsimizda aylanmaning yoki loopni oxir qismini so'zlaymiz. Loop. Biz oldingi qismliq darsda for loopni so'zlagan. Masalan, birdan tortib 5 kishi bir sonni besib chiqish bo'lib qolsa, for number in range funksiyasidan foydalanib birdan tortib 5 kishi numberni bassak anda birdan tortib 5 kishi bo'lish uchun 6 ama 10 tarafini olmaydi. Birdan tortib 5 kishi. Mush for loopni o'rgangan. Endi bugun bu loopninki yana bir shakli while loopni o'rganamiz. While loop. Bu while degan manda qilayotgan chaqda holatda degan gap. Bu qanday bo'ldi degan chaqda buning bir qancha shart ketadi. For loopga o'xshamaydigan yeri biz ma'lum bir shartni kuchga ega bo'lguncha shu aylandi. Bu aylanma chunki loop amaliyotda cheksizgacha aylandi. Şuna bir qancha shart beramiz. Masalan, buningda 1dan tortib 6 gacha. Ya'ni 1dan tortib 5 gacha besib chiqadi-ku for loopda. Endi while loopni qanday qilamiz degan chaqda. Masalan, bir son bor. Shunaqa. Bu sonni nechidan boshlandi? 1dan tortib 5 bo'lganda ekan. 1dan boshlandi. 1 deb olamiz, boshlanish nuqtasi. Ondan nechigacha aylandi deganga bir shart beramiz. While'ning shart. Shart cho'qim true or false bo'lishi kerak. 6 gacha. 6 gacha aylan demekçi. Bu ne endi? Her bir qitim aylangan chaqda, o'ylanglar bir aylanish, her bir qitim aylangan chaqda bir qo'shilib mangadi. Bu ne endi inglizchada increment deymiz. Increment. Increment. Mush numberga birisi qo'shildi. Bu nim degan gap desanglar. Masalan, birinchi aylanmada birinchi aylanmaganda birisi qo'shilganda 2 bo'ladi bu number. 2 birga birini qo'shsaqanda 2. Vaqtda number 2 tang bo'ldi. Ikkinchi aylanmagan chaqchi 2 birini qo'shsaq 3. Mushunda aylandi. Buni yana ma shaklini qisqartib yana qanday yoza olamiz desanglar, o'xshasha ma shakliniki. Mushunda yoza olamiz. O'xshash ma shaklisi. Her bir qitim aylan demekçi. Bu ne? Hem de number'ını besip çıkarsak. Ben bana comment'larda ücret olmalı. 2'den başlandı. Şuna koy 2'den başlandı. Çünkü biz bunu 1'den başlangan ma 1 olgan çağda 1 qaytilib ketadigan. 0'dan başlasak oldu ekan. Çünkü 1'ni qatqandan keyin 0'ga 1'ni qatsaqmi 1 bo'ladi. 1 2 3 4 5 6. Birini tortib biz 5 kishi besish shunaqa. Birini tortib 5. Mushu while loop. Bu yerda qanday desanglar? Bu yerda bir shart bor. Ma'no o'zi bir true or false. 5 dan kichik degan gap 5 kishi bo'lganchilik aylandi demakchi. Ondan to'xtaydi. Masalan, ondan boshqa. 5 dan tortib 10 gacha elam deyli. 5 dan tortib 10 gacha bir son bor deyli. Masalan, bu son 5 dan tortib 10 gacha bo'lgan ekan.
Biz neçeden başlayalımız? Başlanish nuqtasini 5'dan tortib 10gacha 5. Shunaqa. Hamda esingizda olsun. Buningda har bir qitim bir son qo'shilg'achqa biz buni 5dan boshlandi degani uchun mana 4 qilib olamiz. Birisi qo'shildi. Ama logikasini tushuntiryapman sizga. Unda bo'lsa while son 5dan tortib 10gacha degan tiqo. 10gacha. 10 o'z ichiga oladi, olmaydi. Bir qo'shildi chunki. Ya'ni mening deganim buni increment deymiz. Ish bag'chi demakchi. Bu ba'zi programmalarda pilos deb ham chiqadi. Bu ish bag'chi. Buni biz chiqarsak Beşten tortib 10gacha degan mana bu 10 kina. Mana 5dan tortib 10gacha. Hamda biz hozir kichikdan cho'ng qarab chizdik. Ham cho'ngdan kichikka qarab chizsakchi 10dan tortib 1gacha besib chiqarib bersak-chi. Buni o'xshashligini qanday qilamiz? Masalan, men mana 1dan tortib 10gacha bo'ldi shunaqa. 0dan boshlanish nuqtasi 0 bo'lgan chaqda 10 bo'ldi. Hamda 10dan tortib 1gacha bo'lib qolsa, yana bir sonday Tatu o'g'achqa cho'ngdan boshlaymiz endi. Cho'ngi 10dan boshlaydi. Har birisidan bir ilivitimiz birni. Ma'noda qo'shib bergan, endi qanda ilivitimiz qayerga bag'ishchilik? 0 ga bag'ishchilik. 0 dan cho'ng bu bir shart. Nomerni qanda? Ilivitimiz. Endi buni besib chiqarsak, mana 10dan tortib kichikgacha 0 gacha. Birini ilivatdik degan. Mana endi decrement deydi inglizcha, decrement. Azlab mangdi demakchi. Bir azlab mangdi, ma'noda bir qo'shilib mangdi. Tushuninglarmi? Hamda yana ikki bir halqiliq so'z bor. Bu ikki halqiliq so'z nima deganda yangidan bir habat qo'sanglar ikki halqiliq so'z. Birinchisi break. Bu break degan gap buzmoq degan gap. Masalan, bir son deylik, son 1dan tortib 5 kichik bir son besib chiqarsak, son 5 kichik degandan keyin 5 dan kichik. Songa birini qo'shib berma, chunki bir aylangan chaqda bir har birini qo'shimsa bo'lmaydi. Birini tortib 5 kishi bo'ldi shunaqa. Unda esa biz qanday qilamiz deganda, ba'zi bir sharoitda 4 ga borganda to'xtash kerak. Yoki 1dan tortib 5 kishi bo'lsin-mi, masalan. Mana 10 deb 1dan tortib 5 kishi deb bir 10 son bor, 5 ga borganda to'xtaydi demoqchi bo'lsa qanday qilamiz deganda, mana 10 bo'lsin. Yoki qancha bo'lsa, ammo 5 kishi ham to'xtaydi, hatto 100 bo'lsin, 5 ham to'xtaydi demoqchi bo'lsa qanday qilamiz deganda, if statement yazamiz. Agar mush son 5 ga teng bo'lib qolsa qanday bo'ldi? To'xta demoqchi. Break. Bo'lmasa qag'inni besib chiqarayba. Desak, besh ga bormaylam to'xtaydi. Har qitim 5 ga bormaylam to'xtaydi. Agar ma'ni masalan 15 desakchi 14 kishi besib chiqirdi. Ash 15 ga teng bo'lganlar to'xtaydi demakchi. Mana break degan ma so'z sababi bilan. Tushuninglarmi? Ash nuqta to'xta demakchi. Aylanma ash nuqta to'xtaydi degan gap. Bu break. Hamda mana 2 deb qo'yay. İkinci algılık söz gelmek olan continue. Continue degan davomlashtir degan gap. Ya'ni otlab o'tib ketdi deb tushunsak bo'ladi bizning ma'nosida. Masalan,
bir san bar deyli. Bu o'xshash. Bu san qanchagacha? 10 uculab tursin. Agar masalan siz 5 ni besib chiqarmoqchi, birdan tortib 10 gacha besib chiqarsin deysizlar, lekin orasida 5 ni atlab o'tib ketsin demoqchisizlar. 1 2 3 4 6 deb. Bu vaqtda nima deymiz? Agar shu son 5 dan olganda qanda continue. Atlab o'tib ketdi demoqchi. Endi buni besib chiqarsak, qarasanglar, masalan, birinchisi bu ustidagi kodning 1 o'chirasam bo'ldi. Mana birdan tortib 10, orasidan 5 yo'q. Tushundinglarmi? Ba'zi bir sharoitni atlatib o'tib ketishga to'g'ri kelganda shu continue'ni olamiz. Shuning bilan barliq loop to'g'risida darsimiz tugadi. Qayta mashq qilib ishlab beqinglar. Bugungi darsimiz mushagicha.